Tün bayan, her tünde bayan. Tün bayan, en samimi, dilden bayan. Turmuşumuzdaki barcha güzel işler atagan söygümüz meyvesidir. Moşa yaqında oğlum bilan Pampvilga oğu chiqdik. O qarqish payti bo'lib, bir yildagi eng sovuq mezgil edi. Bizmi boshqalarga o'xshash sinğişlik uy mashinadan chiqmay o'ltirsaqmi bo'ladi. Lekin o'g'lim, "Yo'q doda, biz qiynalsaqmi chidirdi yotayli" deydi. Ma'qul dedim. Başta o't qaladik. Keyin o'tmi asta-asta o'chdi. Ondan yotqili chidirga kirdik. Tan kechib bo'lganda o'g'lim uyg'onib qoldi. Uning ko'shkiki o'l bo'lib ketgan edi. Eg'izdan chiqqan hur yuziga yaqinli yerda muz tutgan edi. U dasturibla chidirning sirtmisini ichib chiqib ketdi. "Doda, chaqqan tur, qarag'ina, nima degan go'zal, men yulduzlarni to'liq ko'raldim." Uning to'lg'an ovozida kuchli tangsinish isbotlanadi. Menmi ko'shkakdan beshimni chiqarib qaradim. Osmonda yulduzlar shuncha yo'riq bo'lib, xuddi pastlab, bizga teg'im yaqinlab qolgandek bilindi. Kechda o'chmay qolgan cho'g' yerda teg'chi vilildab turadi. O't qolgan yerning cho'risiga haq teshi tizilgan bo'lib, bu ko'rinishlar birikib, to'limi o'zgacha bir go'zal surat hosil qilgan edi. Mening nazarimda turmush shu edi. Shu kechada topgan xushalliqim uning chin ma'nosi edi. O'ngsiz ahvolda tursammi, hayotimda go'zallik bor. Ham illiqlik bilan yaqinlik hamroh bo'lg'ashqa, hamma ishlar shuncha ochiq bilinadiki, qilchilik gangrashda bo'lmaydi. Yovvoyi hayvonshunos Servisit so'rovlarning qarashicha, turmushda yuz bergan har ish söymakni tanlash, qo'rqinchni yengish uchun kishilarga berilgan fursatdir. Turmushdagi barcha go'zal ishlar atagan sevgimizning mevasidir. Bu yerda deyilayotgan sevgi bizdagi tug'ma xushalliq, umid va ruhiy intilishimizga e'tirofliq tutumdir. O'zni yetarsiz chaqlash, ajr amgakini ojiz bilishlar, qo'rqinchga tava kayfiyat bo'lsa, jamiyat sizga utuq moddiy erishishdan keladi deb so'zlagan. Lekin vujudingiz tagida turmushning ma'nosi bularla emas-ku deb to'nigan cheg'ingizda shu paytdagi talpinishingiz dal shu sevgidir. Men burun ziyondor bilan ziyonkash, jinoyat suhbatlashadigan bir sunumga riyosatchilik qilgan. 17 yoshli qiz 4 yil avval o'zini urib to'nig'isiz qilib atgan, hatto o'ldiga chiqarib tashlab atgan shu odamga shundoq degan edi. Sizga o'shlik qilmayman. Ilgirmi sizni afv qilishga muhtoj edim, chunki yana davomli yashamasam bo'lmaydi. Bu men mushkamgacha uchratgan eng qudratli kuch edi. U osh paytda sevishni, bizning bu dunyoga kelish maqsadimizni bildirgan edi. Yashash, sevmek uchun. Mayli ig'ir mushkulot, hatto ochiq momotlardami sevish va sevgini qadrlashni o'rganmak uchundir. Shundoq bo'lganda, beshimizdan o'tgan ishlarda yashayotgan dunyoyimizga ko'proq rahimlik bir qalb bilan baqadigan. O'sha sevgi vajidan bo'lsa-mu, boshqalarni o'zimizdek ko'rib o'ylay oladigan bo'lamiz. Shundoq, azizim, hammamizning hayotiga sevgi, sevish va sevilish tilab, bu tundagi bayonimizni mishayat yapmoqchiman.